Assalomu alaykum qadrdonlar. Yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi, tuzukmisizlar? Bugun 2026-yil 29-yanvar sanasida. Ob-havoni qaranglar. Kecha qor yog'ib turdi bugun. Havo issiq bilan mana. Havoni harorati a'lo darajada. Ish qilsa bo'ladigan. Mana bizda matagimiz ayta turibdi mana. Xullas mana bu yerda sizlarga ko'rsatadigan narsam bor. Mana bu yerda ikkita dakan xo'rozimiz bor. Ikkita indugimiz bor. Bitta dakan maki ham bor. Mana buni xudo xolasa $200 qilishyapti, bermayapmiz. Urushini ko'rishdi, yorib yuboryapti o'zi ham. Yaxshi qon chiqarib yuboryapti. Doddigiz yuboryapti. Narigisi sovuqdan jindek kaltayib shumshayib qolgan. Ana xolos sovuqdan emas, nimadan? Mah.